Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 2009 yılı 5 iyuldan keyin Xitoy hukumatı Sharq Turkiston miqyosida keng ko'lamli tutqun qilishni boshlagan bo'libmi 5 iyul kechasidan boshlab Urumchi shaharlaridagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlarda Xitoy askarlari Uyg'ur xalqini o'yma-o'y qurolliq bostirib, minglagan Uyg'urlarning hayotidan ayrilishini, 10 minglagan Uyg'urlarning tutqun qilinishini, yana minglagan narsida bolalarning yetim bo'lishini keltirib chiqargan edi. Urumchi shahrining ko'chalari Uyg'ur xalqining munavvar o'g'il qizlarining qini bilan boyalgan edi. Bu zulmga, qirg'inchilikqa bosh egmagan Uyg'ur xalqining qahramon onalari, qiz ayollari 7 iyul kuni Urumchining Otbeygi maydonida namoyish qilib, chet el muxbirlarining oldida tajovuzchi Xitoyning abtibashirsini ichib tashlagan edi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus axborot e'lon qilib, 7 iyul qahramonlarining mangu unutilmaydiganligini bildirdi. Xitoy ishg'oli ostida turayotgan Sharq Turkistonning markazi Urumchida yuz bergan 5 iyul qirg'inchiligi Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixidagi eng dahshatli kunlardan biri. Bu qirg'inchilikda 3000 dan jiq Uyg'ur Xitoy armiya va soqchilari Xitoy fuqarolari tarafidan o'ldirildi. 10 mingdan jiq kishi tutqun qilindi. Lekin Xitoy hukumatining xalqaro jamiyatga oshkorlagan statistikasida vaqada 197 kishi o'lgan, 1721 kishi yaralangan deb e'lon qilingan. Shundaqla bu o'lgan va yaralanganlarning ko'pinchisini Xitoy fuqarolari deb e'lon qilib, kechicha shaharning to'kini uzib etib, uy-uy, ko'cha-ko'cha Uyg'ur xalqini qirg'in qilganliklarini yoshirishga uringan. Amaliyotda shu kuni Uyg'ur namoyishchilar toki kech soat 10 gacha soqchi va askarlar bilan to'qinishdan o'zini qochirishga tirishgan. Ve xalq meydanida toplanganlarmı atrofdagilarga jamiyatdagi qarindoshlar sizlar aralashmanglar, biz o'quvchilar tinch namoyish qilmoqchi deb maydonda jimjit o'ltirgan edi. Bu jarayonda ba'zi namoyishchilar soqchilar tarafidan kaltaklanib urib so'rab elib mingilgan. Ve shu kuni kechdan boshlab askarlarning qalaymaqon o'q chiqarishi bilan ba'zi yoshlar askarlar tarafidan o'ldirilgandan keyin g'azablangan xalq qarshilik ko'rsatishga boshladi. Xitoyning Shogvan shahrida Uyg'ur ishchilarini qirg'in qilgan qotillarni tekshirishni talab qilish va Uyg'ur qizlarining Xitoyning ichkari o'lkalarga o'tkazishni to'xtatishni talab qilib boshlangan namoyishda tajovuzchi Xitoy bexatarlik qismlarining qo'lida to'mirning sunuqi bo'lmagan namoyishlarni qurolliq bostirishi bilan minglagan Uyg'ur hayotidan ayrildi. 10 minglagan Uyg'ur tutqun qilindi. Yana minglagan narsida yetim bo'ldi. 5 iyul kechda Xitoy harbiy va soqchilari ko'cha chiroqlarini o'chirib etib, rasmiy qirg'inchilik o'tganda ko'chada yurganlik Uyg'urni o'qqa tutgan. Urumchi shahrining Tangirtog' rayonidagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlar jahannamga aylangan. Urumchi shahrining ko'chalari Uyg'ur xalqining munavvar o'g'il qizlarining qini bilan boyalgan edi. O kuni Urumchi osmoni yuzlagan qahramon o'g'il qizining so'yimlik millatining ismini ko'klarga yangratganiga shohid bo'ldi. Urumchi ko'chalari Uyg'ur degan shu bir so'zga mujassamlangan Uyg'urlarning hurlik, erkinlik sadosi bilan larziga keldi. 6 iyul kuni sahardan boshlab Xitoy askarlari va soqchilar Urumchi shahrida Uyg'urlarni o'yma-o'y, mahalla bostirib kirib, keng ko'lamli tutqun qilish va qirg'inchilik ilib berishi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi Jallod Wang Luchan televiziya bayonot orqali Xitoy ko'chmanlarini kuchkirtishi bilan qo'llariga qilich, kaltak, to'qmoq va mixliq to'mir kaltaklarni olgan minglagan Xitoylar va puxroch kiyingan Xitoy askarlari Bingtuanning qurolliq qismlari 6 iyuldan boshlab Urumchi ko'chalarida oldiga uchirgan Uyg'urlarni vahshiylarcha urib o'ldirdi. Shahar ichida va Urumchining chet yaqinlarida Uyg'ur ovlashga chiqishdi. 7 iyul kuni atganda Otbeygi maydonidagi Uyg'ur mahallasiga Xitoy askarlari bostirib kirib, Uyg'urlarning erkaklarini tutqun qilib, oilasini majburiy yurtga qo'g'lamoqchi bo'lganda, ko'z oldida bolalari va erlarining tutqun qilinishiga Xitoy hukumatining inson qalbidan chiqqan vahshiyliklari va davlat terrorligiga chidamagan yuzlagan Uyg'ur ayollari va yoshlar chet el axborotlari oldida namoyish qilib, noroziligini ifodalagan edi. Bu kunki Otbeygi maydoni namoyishi chet ellik muxbirlarning kamerasi orqali butun dunyoga tarqalib, 5 iyul Urumchi qirg'inchiligining mohiyatini dunyo jamoatchiligiga oshkorlagan edi. 7 iyul namoyishida qahramon qiz ayollarimiz o'rnidan dast turib, onalar bir qo'lida beshikni tebratsa,
yana bir qo'lida dunyoni tavritidi degan Uyg'ur onalarning ro'yitini, Uyg'ur xalqining zulmga, Xitoyning mustamlikasiga, ishg'oliga mangu tiz bukmaydiganligini, Uyg'ur xalqining hur yashash orzusini butun dunyoga jakarladi. O kuni ko'k maykili qahramon qiz tank oldidagi Tursungul, quchqida bolasi bilan Tursun Yazxon, yana yuzlagan Nuzugum, Rizvongullar Uyg'ur xalqining orzu istaklarini, jasoratini, biz mangu tiz bukmaymiz degan yurak sadosini dunyoga namoyon qildi. Uyg'ur xalqi, Uyg'ur onalarining o'zlarining issiq qini badaliga yozgan bu sharafli tarixini mangu unutmaydi. Dünya Uyghur Qurultayı Dalai Lama'nın 90 yaşlıq tug'ilgan kuniga taklif bilan qatnashib, chet el diplomatlarga Uyg'ur masalasini tanishtirish fursatiga erishdi. Mushu oyning 6-kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa, Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Zunun, Qurultay Uchur axborot markazining mudiri va Qurultayning arab tili bayonotchisi Iftixor Abdurashidlardan tashkillangan bir hay'at Germaniyaning Frankfurt shahrida Tibetlarning diniy doisi Dalai Lamaning 90 yoshlik tug'ilgan kuniga taklif bilan qatnashdi. Bu faoliyatga dunyoning har qaysi joylaridagi Tibet tashkilotlari, Yevropa, Amerikaning diplomatlari, parlament a'zolari, dongliq siyosatchilar va axborot vositalari qatnashgan bo'lib, Dalai Lamaning 90 yoshlik tug'ilgan kunini Germaniyada o'tkazishni planlagan Germaniya parlament a'zolari Dünya Uyg'ur Qurultayining bu faoliyatga taklif bilan qatnashganligidan mamnun bo'lganligini ifodalab, necha ming kishi qatnashgan bu faoliyatga Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yib o'tdi. Faoliyat jarayonida Dünya Uyg'ur Qurultayi vakillari, diplomatlar, siyosatchilar, har qaysi davlatlarning parlament a'zolari bilan ayrim suhbat o'tkazib, lobby faoliyat ilib borgandan boshqa yana surgundagi Tibet tashkilotlari Dünya Uyg'ur Qurultayi vakillariga Uyg'urlar bilan Tibetlarning taqdirdosh xalq ekanligini, Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetga bo'lgan mustamlikchiligiga va irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi turish uchun bu ikki xalqning ittifoqlashishi va xalqaro sahnalarda bir-birini qo'llashning muhimligini ta'kidlagan. Shundaqla buningdan keyin davomli hamkorlik ilib boradiganligi haqida va'dalar berishgan. Dünya Uyg'ur Qurultayi rahbarlik hay'atidan tashkillangan mazkur hay'at faoliyatdan keyin Germaniyaning Duisburg shahriga doktorxonada davolanayotgan Sharq Turkiston davosining harmas jangchisi, Sharq Turkiston informatsion markazining qurg'uvchisi, axborotchi Abdujalil Qarqash apandimni yo'qlab berib, uning salomatligining patroq asli kelishi uchun yaxshi tilaklarda bo'lishgan. Yevropa İttifaqı bilan Xitoy o'rtasidagi embargo to'qinishi kuchaymoqda. Yevropa İttifaqı bu yil 6-oyda Xitoyning davolash uskunalarini import qilishini cheklab, orqadilla Yevropa İttifoqiga a'zo davlatlarning Xitoyning 60 milliard yevro qiymatidagi davolash uskunalariga xaridor bo'lishni cheklagan edi. Xitoy buningga qarta Yevropa İttifoqiga o'chilish xarakterlik tadbir qo'llanib, 7-oyning 6-kunidan e'tiboran chet eldan import qiladigan davolash uskunalarining qiymatining 45 million yuandan eshib ketmasligiga kafolatlik qilish buyruq tushirib, bu malning ichidan Yevropa mallarini siqib chiqarishni o'ttirib qo'ygan. Bu yil Beijingda chaqiriladigan Yevropa İttifoqi bilan Xitoy munosabatining 50 yilligini xotirlash murosimi mana shunday jiddiy surkilishning xiristiriga duch kelgan. Aslida 2 kun davomlashadigan bu murosimni Xitoy taraf bir kunga qisqartgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərdə proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşni unutmang. Xeyri xoş.